Assalomu alaykum, hurmatli aziz kuzatuvchilar, sog'-omonmisizlar, yaxshimisizlar? Sizlar bilan kuzni yana bir ajoyib kunida uchrashib turganimdan xursandman. Bugun 5-noyabr. Kech bo'lsa ham pomidor muzlatyapman. Mana bunday salafanlarga. Uzr, endi qo'limda sosaman. Mana bunday salafanlarga solamiz. Bir ovqatlikni. Muzlatishim ba'zi sabzlarga ko'ra kechga qolib ketdi mana. Endi ozgina bolgarskiy. Mana shuni o'zi bitta ovqatga yetadi. Endi hozir ayni yoz chillasi emas. Mana bunday qilib press qilib, mana bunday qilib joylab muzxonalarga qo'yamiz. Bu yerda 20 kilo pomidor, hali mana tayyorlanmaganlari ham turibdi. Agar sizlarga foydali bo'lsa, xursand bo'lgan bo'lardim. Hammalaringizga rahmat.